Ingliz tilini menda siz qanaqa o'rganasiz onlayn kursda? Qarang, onlayn kurs bu tayyor darslardan bo'ladi. Siz kursni olganingizdan keyin sizga sayt bilan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz darslar ketma-ketlikda chiqadi va darslarni men qanaqa o'taman, sizni hech nimani bilmaysiz deb turib tasavvur qilaman, agar bu narsani bilsangiz. Agar yo'q, men noldan o'zi o'rganyapman, hech nima bilmayman, shundoq ham Ibrohim ustoz siz, undan ham yaxshi. Harflardan boshlab to'g'ri o'qishdan o'rganamiz. Keyin noldan sizga fundament qo'yamiz. Hech nimani bilmasdan turib noldan o'rgatib ketaman. Unaqa meni darsimda sizda tushunmagan so'zingiz yoki tushunmaydigan hali narsalar chiqib qolmaydi. Oldin o'rgataman, keyin sekin-sekin qolganlarni o'tib boramiz. O'shanda siz ingliz tilini osonroq, yengilroq o'rganasiz. O'zi ingliz tili baribir qiyin, yengilroq, osonroq qilishimiz mumkin. Kursni olish uchun ikkita kursim bor. Shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan kurs deb yozing. Sizga qanaqa bo'lishlari bilan narxlarini tashab beramiz. Ingliz tilini o'rganish oson bo'lsin sizga. Omadingizni bersin.